Azizlar, men o'sha joyga keldim. O'zim andijonlik bo'lib turib, yonimda bo'lib turib endi kelibman. Ishani asa qidirdim. Hozir ko'rsataman sizlarga. Mana o'sha Gazablok. Kelaverasizlar. Internetda ko'rib qoldim. Bu joy Andijon tumani Do'ng qishlog'i Saddadagi mahallasi. Bu joyda o'sha mashhur sadda daraxti joylashgan. Bu daraxt Iordaniyada joylashgan zaytun daraxti, ya'ni payg'ambar daraxtiga juda ham o'xshash. Bu daraxtning haybatini, go'zalligini ko'rib, Allohning qudratiga yana bir bora tan berasiz. Azizlar, kesanglar, daraxt tagida salqinlab sharbat ichib o'tirasizlar. Bu daraxtimiz necha yillik? 98 ga kirdi. 98 yil. Mana shu necha metr mana diametri qancha sizcha? 60 metr. Vay, maşallah. Ha, bunaqasi 20 metr, bunaqasi 60. Juda ham go'zal azizlar. Kelinglar, Salohin akam suvlardan ichib, bir yo'la ko'rib, bahramand bo'lib, ko'chat kerak bo'lsa akamga uchraverasizlar. Chiroyli narxlarda qilib beradi. Ha, bu sekin katta bo'ladi faqat.